Dunyoda birinchi o'rinda turadigan jigarni восстановление qiladigan sabzavot bor. Hammanglar menga jigarga nima lecheniya qilamiz, jigarim yaxshi emas yoki bo'lmasa meni qabulimga kelgan bemorlarni hammasini почти jigarini tekshiraman. Jigarda yog' bosishi, jigarni qotishi, o't tufayligidagi muammolar, bularni tabiiy yo'l bilan nima yechim berishimiz mumkin. Bu o'sha sizlar kam iste'mol qiladigan qizil lavlagi. Qizil lavlagining farqi yo'q. Xohlasangiz sukini iching. Xohlasangiz qaynatib yeng, xohlasangiz ovqatingizga qo'shib yeng. Uni organizmingizga kirsa bo'ldi. Muammoni hal qilmasdan qo'ymaydi. Siz haftada 2 mahal, 3 mahal ovqatga solib, har kuni ertalab sukini, oddiy sukini, qaynamagan xomini sukini ertalab nahoriga 100 gram ichishni boshlang. O'zgarishni ko'rasiz, jigaringizdagi o'zgarishi chaqaloqning jigaridek bo'lib qoladi. Videoni tanish bilishlaringizga hammaga yuborib qo'yishingiz mumkin, lekin qizil lavlagini albatta ratsioningizga qo'shing.